Assalomu alaykum. Hozir video qo'ydim. Onaxon bilan. Bu hech qanaqa bir ehsonni oshkora qilish emas. Men o'zim ro'za Ramazon nimaga reklama olsam, shuni qanchadir foizini ehson qilaman deb o'zim aytdim-da. Bu oshkora qilganim uchun Instagram sizlar tufayli bu reklama kelgan. Bu sizlar tufayli men pul topganman, shuning uchun ehson qildim. Shuni deyarlisini qo'ydim onaxonni. Chunki nima uchun qo'ydim? 90 ga kirgan ekanlar. Bizani ham onamiz, otamiz shunaqa yoshga yetib yursinlar deb sababli qo'ydim. O'sha kun ko'rinishini ham qo'ydim. Har xil gap bo'lib qoldi. Yoshirincha bersa ham bo'lardi. Men shukr qilaylik deb qo'ydim. Hayotimizdan shukr qilaylik deb qo'ydim. U pul ushlab ko'rmaganman dedi-da. Dollarni uncha pulni ko'rmagan ekan. Biz sababli ko'rdi, Allohga shukr. Shuning uchun bu hech qanaqa bir ehsonni bir oshkora qilish emas. Ko'rib bir shukr qilishlik. Onaxonni ham shu sababli qo'ydim. Sizlar tufayli ularga ehson berganim.